Assalomu alaykum mijozlar. Hurmatli prezident tomonidan ish tajribasi asosida o'z mijozlar bilan ishlash natijasida mavjud muammolarni hal qilish, yangi ish o'rnlari yaratish, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishdagi bank bilan bog'liq muammolarni o'rganish bilan hal qilish masalasini topshiriq bergan. Shu topshiriq bo'yicha bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz. Ko'pchiligingizga xabarlaringiz bor. Fuqarolar, tadbirkorlar bankimiz tomonidan kredit mahsulotlarini taklif etilgan. Ulardan bank tavsiya asosida beriladigan 33 million so'm oilaviy kreditlarimiz. Ikkinchisi biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bu o'zini barpo qilgan shaxslarga 17 milliongacha beriladigan mikrokredit kreditimiz. Keyingi kredit mahsulotimiz bu moliya ommaviy krediti 50 million so'mgacha naqd pulda beriladi, 3 yil muddatga beriladi. Keyingi kreditimiz esa moliyaviy ko'makdan kreditimiz bu 100 million so'mgacha beriladi. Bu shu o'zini barpo qilgan shaxslarga plastik kartasida yetkazib berish orqali jar asosida beriladi. Keyingi mahsulotimiz bu kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlashda jamg'arma hisobidan beriladigan kreditlar, ya'ni 4312 sonli ajratiladi. Bular yana bizga Qo'shbir tumanimizning 4-toifaga kirganligi sababli IBA foizdan ajratiladi. 7 yil muddatda 300 million so'mgacha, 100 million so'mgacha yer ajratiladi. Agar shu bo'yicha qo'shimcha taklif, savol, tushunmovchilik bo'lsa, hammaga rahmat. Qo'shimcha savol bo'lsa, biz mushaklarmiz.